Voy, mahobatni qarang. Antaliyami bu yer? Sizga mana shunday ulkan salobatli binodan uy topib keldim. Balanddan shahar go'zalligidan bahra olishni sevadiganlar bitta like bosingchi. 108 kvadrat metrli to'rxonaga ega bo'lgan turar joy korobka holatida sotiladi. Gaz, svet, suv ta'minotidan muammosi yo'q. Kanalizatsiya tizimi o'rnatilgan. Devorlari radben, patoloklari gipsokarton qilib qo'yilibdi. Elektr tarmog'iga tortilgan. Korobka ko'rinishidagi kvartirani o'zingizga moslab remontini qilaverasiz. Allaqachon tasavvur qilib bo'ldingiz-a? Qayerda oshxona, qayerda yotoqxona, qaysi biri mehmonxona bo'lishi hammasi sizning xohishingiz asosida bo'ladi. Oilamga zo'r sharoit qilib beraman, u yerda baxtga to'lib yashaymiz deganlar inshaalloh so'zini yozib keting. Tavsiyamizdagi uy 8 qavatli domning 7-qavatida joylashgan. Chiqib tushish uchun lift xizmatingizda. Egalari bu yerni zudlik bilan sotishmoqchi. Ulgurib qoling. Narxini aytmabman-ku. Har kvadratiga $300 dan so'rashmoqda. Ekrandagi nomerga murojaat qilib yana kelishaverasiz. Har kuni ertalabda balanddan bu go'zallikni ko'rib yana ham yashaging keladi-ya. Manzilni so'rayapsizmi? Farg'ona shahar Davr saroyi temir yo'l ko'chasida. Uy sotuvida savobga sherik bo'lmoqchimisiz? Unda ko'proq tanishlarga jo'natib qo'yamiz.